oxirgi daqiqasida birinchi o'chirda tring 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 degan ovoz bor. Tring tring mana. Endi oradan 1 2 3 4 5 sekund ham o'tmadi. 5 sekund o'tmadida Nursulton o'zini sopernikini zaxvatga olyapti. No, birinchi o'chirda tring tring deganda nimaga sudya ko'tarmadi? Nimaga уже сразу остановить qilmadi bo'yni? No, qachonki jangchi уже oyog'ini bunday qilib urganida Nursulton qo'yib yuboryapti. Bu yerda ikkinchi variant ham bor. Ya'ni sudya buni eshitmagan, ya'ni tringlagan nimani, zvonokni eshitmagan sudya, ikkinchi jangchi, ya'ni Nursultonning soperniki u zvonokni eshitib turib qo'yib yubor deb oyog'iga urgan. Bu ikkinchi, to есть birinchi.